Bir kun sen hammaga qahramonsan, ikkinchi kun esa seni hamma yomon ko'radi. Ha do'stlar, to'g'ri tushundinglar. Bugun Neymar haqida siz 101 ta fakt bilib olasiz. Qarang, 100 mingta bo'lishimizga juda oz qoldi va aynan Ramazon oyida shunga erishishni men orzu qilaman. Va orzuyimga yetishim uchun faqat sizlar yordam bera olasizlar. Hali ham obuna bo'lmagan odamlar hoziroq obuna bo'lib qo'ysanglar, shunaqa ajoyib kontentdan qolib ketmaysizlar. Nimaga aynan Neymarni tanladim bilasizlar? To'g'rirog'i buni men emas, balkimda Telegram kanalimga obuna bo'lgan odamlar tanladi. Ha, o'tgan videoyimda aytganimdek, faqat u yerda keyingi video kim haqida va nima haqida bo'lishini so'rayman. Shuning uchun shunaqa muhim narsalardan qolib ketmaslik uchun hoziroq kommentariy, ya'ni-da izohlardagi birinchi havola orqali Telegram kanalimga obuna bo'lib qo'yadigan bo'lsangiz, nafaqat bu narsa, balkimda yangiliklar, o'yinlarni qattiq ko'rishni va ko'proq faktlar haqida bilib olasiz. Agarda yana shunaqa, ya'ni-da 101 ta faktli videolar kanalimizda ko'rishni istasangiz, keling bu videoda 999 ta like yig'amiz. Ana o'shanda bunaqa videolar ko'proq bo'ladi. Endi esa do'stlar, yaxshilab o'tirib oling. Ro'za tutgansiz-ku, hech narsa olish shart emas. Faqatgina yaxshilab o'tirib oling, chunki biz boshladik. Neymar Cristiano Ronaldo bilan birga bitta kunda tug'ilgan, ya'ni 5-fevral 1992-yilda. Hozirda u 33 yoshda. 14 yoshida Realga o'tishi mumkin edi, lekin Santos uning oilasiga $1 million taklif qilib, uni jamoada qoldirgan. Bu haqida video ham qilganmiz. U Real Madrid akademiyasida o'ynagan. Eng qiziqarlisi Dani Carvajal bilan. Lekin mana shunaqa ajoyib sabab tufayli u Braziliyada qolishni istagan. Bir marta u zaxiradan maydonga tushib, 11 soniyada gol urgan. 19 yoshda Libertadores kubogini yutgan. Bu turnir Janubiy Amerikaning Chempionlar Ligasi hisoblanadi. 2010-yilda Braziliya kubogi finalida 4 ta gol urgan. U Chempionlar Ligasi, Libertadores kubogi va Olimpiada finalida gol urgan yagona futbolchi. 2011-yilda Santos safida Guaraniga qarshi o'yinda 5 ta gol urgan. U Santos uchun 100 ta gol urgan eng yosh futbolchi. O'sha paytda Neymar atigina 20 yosh edi. Barselona tarkibida bitta mavsum Chempionlar Ligasi chorak finalda, yarim finalda va finalda gol urgan yagona futbolchi. Poker o'ynashni yaxshi ko'radi, hatto professional darajada ishtirok etadi. Jonim futbolim kanali bunaqa harom narsalarga qarshi va sizlarga ham tavsiya qilmaymiz. Bir kuni o'z murabbiyini Counter Strike o'yinida duelga chaqirgan. Barselona bilan uning shartnomasi ekstremal sport turlari bilan shug'ullanishni taqiqlagan. Shu orqali jamoa uni jarohatlardan himoya qilishni xohlagan. Yana bir bor Barselona uni sochini juda tez bo'yaganligi uchun jarimaga tortgan. U o'zini Batmanga o'xshatadi. Shuning uchun 15 millionlik vertolyot sotib olgan. Undan tashqari 8 millionlik shaxsiy samolyotiga ega. Braziliyada 10 millionlik hashamatli uyi bor. U lift, tennis korti va basseynlar bilan jihozlangan. Birinchi maoshida otasi unga yangi PlayStation sotib olgan va Neymar boladek xursand bo'lgan. O'ziga tegishli en shaklidagi logotipi bor. Bu Cristiano Ronaldoning shaxsiy brendiga o'xshaydi. 2018-yilgi jahon chempionati davomida Kylian Mbappe bilan FIFA o'ynagan. Bir safar u shunchalik ishonarli simulyatsiya qildiki, hakam raqib futbolchiga qizil kartochka bergan. Garchi u Neymarga tegmagan bo'lsa ham, Rossiyadagi jahon chempionati davomida maydonda yiqilish va dumalash bilan jami 14 daqiqa o'tkazgan. Barselonaga o'tgach, rasmiy ravishda 2 sm bo'yini o'stirgan. 2017-yilda PSJga 222 million evazga o'tgan. Bu futbol tarixidagi eng qimmat transfer bo'lgan va hozirgi kungacha ham shunaqa bo'lib qolyapti. PSJda u muxlislarga qo'l qoqib minnatdorchilik bildirgani uchun yaxshilab eshiting, 375 ming yevro mukofot olgan. PSG muxlislari uni xushtakbozlik bilan kutib olishganda, Neymar javob tariqasida qo'shimcha daqiqalarda to'pga qaramasdan chiroyli gol
urgan. 2020-yilda raqib futbolchi bilan urushgani uchun diskvalifikatsiya olgan. Lekin keyinchalik uni so'zlariga ko'ra, bu o'yinchi uni yomon ham haqorat qilgan. 2019-yilda u PSJning muhim o'yinini o'tkazib borgan. Sababi esa juda ham oddiy. Uni Braziliyada karnavalga taklif qilishgan. Va albatta bunaqa narsalar o'yindan muhimroq. Neymar raqsga tushishni juda ham yaxshi ko'radi. Rasmiy ravishda reklama orqali futbolchilardan ko'ra ko'proq pul ishlaydi. Nike, Red Bull, Puma va hatto McDonald's unga millionlab dollar to'lagan. Instagramda bitta post uchun kamida 600 ming yevro oladi. Instagramda unda hozir 229 millionta obunachisi bor. Shu orqali Neymar u yerda 3-eng ko'p obunachiga ega bo'lgan futbolchi. Birinchi o'rin Cristiano, ikkinchi o'rin esa Messi. Al Hilol bilan shartnomani imzolashdan oldin 25 xonali villa, ko'p mashinalar va shaxsiy oshpaz talab qilgan. Eng qiziqarlisi, klub barcha talablarni bajargan. Hozirda esa u yoshligida o'ynagan Santos jamoasiga qaytib kelgan va yozda Barselonaga o'tishni orzu qiladi. PSJga o'tganidan afsuslanadi. Bir safar u Barselona safida 9 daqiqada 2 ta gol urgan va 2 ta assist uzatgan. 2013-yilda Konfederatsiyalar Kubogining eng yaxshi o'yinchisi deb topilgan. Finalda esa Ispaniyani Braziliya bilan 3-0 hisobida yutgan. 21-asrda Braziliya terma jamoasining eng yosh sardori bo'lgan. Barselona safidagi ilk rasmiy golini boshi bilan urgan. 2014-yilgi Jahon chempionatida Kolumbiya himoyachisi unga qo'pol tarzda o'ynagan. Agar zarba biroz balandroq bo'lganida Neymar butunlay falaj bo'lib qolishi mumkin edi. Barselona Neymar transferi uchun faqat uning otasiga 40 million yevro to'lagan. Barselona, PSG va Santos safida bitta mavsum ichida Chempionlar Ligasida gol urgan yagona futbolchi. Al Hilolga o'tganida Saudiya chempionatining o'sha paytdagi eng qimmat futbolchisiga aylangan. Messi, Suarez va Mbappening jamoadoshi bo'lgan yagona futbolchi. 19 yoshida ota bo'lgan. Uning o'g'li Davi Luka 2011-yilda tug'ilgan. O'g'li ko'pincha Neymarning o'yinlariga keladi, ammo futbolning o'rniga basketbolni ko'proq yaxshi ko'radi. Bunaqa zo'r video uchun sizlarga ajoyib sovg'a tayyorlab qo'ydim. O'sha mashhur 2012-yilgi Neymarning Santos formasi. To'g'risini aytadigan bo'lsam, bunaqa kiyimni yaxshi sifatda topish juda ham qiyin edi. Lekin ko'rayotganingizdek men uddaladim. Bu kiyimni obunachilarimdan biriga, ya'nida sizlarga berib o'tishni juda ham istayman. Lekin bitta shart bilan, agarda ro'za oxirigacha Telegram kanalimizda 20 mingta obunachi bo'lsak, hozirda u yerda taxminan 12 mingta. Shuning uchun hoziroq izohlardagi birinchi havola orqali u yerga kirib obuna bo'lib qo'yadigan bo'lsangiz, shu ajoyib kiyimni, undan tashqari yana bir nechta sirli sovg'alarni yutib olish imkoniyatingiz bo'ladi. Obuna bo'ling, biz esa faktlarni davom etamiz. Har yili tasodifan opa-singillarini tug'ilgan kunida Neymar jarohat oladi. Dengizni yaxshi ko'rgani uchun plyaj manzarasiga ega uyda yashaydi. Paintball o'ynashni yaxshi ko'radi va do'stlari bilan turnirlar tashkil qiladi. Faoliyatining boshidan beri barcha shartnomalar va kelishuvlarni otasi boshqaradi. Hammasi o'tib ketadi degan tatuirovkasi bor. PSG bilan shartnomasida klubni ijtimoiy tarmoqlarda tanqid qilish taqiqlangan band mavjud bo'lgan. Al Hilol unga shaxsiy massajist va faqat unga xizmat qiladigan haydovchini taqdim etgan. Braziliya muxlislari uni Peledan keyingi eng yaxshi futbolchi deb hisoblashadi. 2015-yilda Manchester Unitedga o'tishga yaqin bo'lgan. PSJga o'tayotganida Barselona muxlislari va o'yinchilaridan tahdidlar olgan. Pandemiya paytida 500 kishilik ziyofat uyushtirib, katta janjalga sabab bo'lgan. 13 yoshida otasi bilan mashina avariyasida uchragan, ammo baxtga jarohatlardan qutulib qolgan. Marvel va DC Comics va kinolarni juda yaxshi ko'radi. Orqasida Batman va O'rgimchak odamning tatuirovkalari bor. Seriallarni tomosha qilishni yoqtirmaydi. Tennis to'pi bilan 50 tadan ortiq jonglyor qilishni biladi. Braziliyalik raqs shousida qatnashgan va o'zining maxsus raqsini namoyish qilgan. Dam olish kunlarida surfing bilan shug'ullanadi. Do'stlari uchun tez-tez kechalar uyushtiradi, hatto yig'in paytida ham. U do'stlariga uni yonida bo'lishi uchun va uni kayfiyatini ko'tarishlari uchun pul to'laydi. Futbol tarixidagi eng qimmat braziliyalik futbolchi, Liga 1 tarixi
tarixidagi eng qimmat futbolchi. Chempionlar Ligasi, Libertadores Kubogi va Olimpiadani yutgan yagona futbolchi. Klublar va Braziliya terma jamoasi uchun 400 dan ortiq gol urgan. Braziliya terma jamoasining eng yaxshi to'purari. 2014-yilgi jahon chempionatida bitta o'yinda 7 ta muvaffaqiyatli dribling qilgan. PSG bilan ketma-ket 4 marta Fransiya chempionligini qo'lga kiritgan. 2015-yilda Chempionlar Ligasida Messi va Ronaldodan ko'proq assist bergan. U fast food yeyishni juda ham yaxshi ko'radi. Shaxsan burgerni. 2018-yilgi jahon chempionatida maydonda ko'p yig'ilgani tufayli odamlar ijtimoiy tarmoqlarda uni ustidan kulib, uni yig'ilishlarini qaytarishar edi. Bir o'yinda raqibni Raduka finti bilan aldab o'tganidan keyin sariq kartochka olgan. O'zini Jokerga o'xshatadi. Bir safar PSG mashg'ulotlardan zerkkani uchun chiqib ketgan. Bir marta jonli efirda Barselonaga qaytmoqchiman deb hazillashgan va PSG muxlislari g'azablangan. Barselonadan ketganidan keyin endi men eng baxtli insonman degan. Lekin bir yil o'tib qaytmoqchi bo'lgan. O'g'liga qanday qilib yiqilish va simulyatsiya qilishni o'rgatgan. Bir marta hakamni boshiga to'pni poylagan. 12 yoshida oilasining moliyaviy muammolari tufayli futbolni tashlamoqchi bo'lgan. Neymar chap qo'li bilan yozadi, lekin o'ng oyog'i bilan o'ynaydi. 2026-yilgi jahon chempionatida o'ynash va Braziliya uchun uni yutishni orzu qiladi. U muntazam ravishda xayriya qiladi va ko'pincha braziliyalik bolalarga yordam beradi. Uni YouTube kanali ham bor. U yerda esa unda 5 millionta obunachi. Bizda esa 100 mingtaga juda oz qoldi. Yana bir bor eslataman, hali ham obuna bo'lmagan bo'lsangiz, hozirroq obuna bo'lib qo'ying. O'tgan videodagi o'yinchini ko'p odamlar topdi. Albatta bu Luis Suarez edi. Lekin bu safar endi boshqacha tarzda o'yinchini topishga harakat qilamiz. Bu yerda o'yinchining ismi to'liq yozilmagan. Siz uni topishingiz kerak va to'g'ri javobini kommentariyaga yozishingiz kerak. Va albatta, birinchilar qatorida to'g'ri yozganlar keyingi videoda chiqadi. Do'stlar, bitta muhim gapim bor sizlarga. Oxirgi paytda juda ham ko'p odamlar yuzingizni ko'rsating deb aytishyapti. Nimaga bu sizlarga qiziq va rostdan ham buni xohlaysizlarmi? Men to'g'risini aytadigan bo'lsam, bunga hali unchalik qiziqmayapman. Lekin juda ham ko'p odamlar so'raydigan bo'lsa, balkimda nima o'ylab ko'rsam mumkin. Har doimdek fikringlarni kommentariyada kutaman. Siz bilan esa Jonim Futbolim kanali edi. Jamoangizga faqatgina g'alabalar tilab qo'yaman, sizga faqatgina sog'lik tilab qo'yaman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.